Abror Muxtor Aliy tuhmat tarqatyapti. Yo'q, tuhmat tarqatmayapmiz. Milliy qadriyatlarimizga qarshi chiqqan odamlarga biz ham milliy qadriyatlarimiz tomonidan qarshi chiqyapmiz. Haqqimiz bormi? Ha, demokratik davlatda fikr erkinligi ta'minlangan jamiyatda yashayapmizmi? Ha. Sizlar gapirsanglar tanqid bo'ladi. Sizlar gapirsanglar imomlarni xohlaganinglarni gapirsanglar u tanqid deb nomlanadi. Sizlarga gapinglar xato desak, nimaga jirillaysiz? Bizniki tanqid bo'lmaydimi, tuhmat bo'ladimi? Ikki yuzlamachilik do'stlar mana shu. Musannif Adham degan bir hezalakroq bola bor. Sal hezalak sifatroq, o'zi shunaqa tabiati ham shunaqa bo'ladi. O'sha endi biz haqimizda og'ziga kelganini yozyapti endi. Alam bor ichida. Shu darajada alamki, oxirgi petitsiyada do'stlar, o'sha Dayusi akbarlar jamoasini boshida ro'yxatda turibdi. Musannif Adham Dayusi akbar, tarixda shunaqangi Dayusi akbarlar bo'lgan degan jamiyatni boshida turibdi. Ana shu alam qilyapti ularga. Ma'lum bo'lib qoldi, mashhur bo'lib qoldi-da, Abror Muxtor Aliy to'g'ri narsaga qarshi gapirgan ekan. Unga qarshi petitsiya qilganlar noto'g'ri joydaligi ma'lum bo'lib qoldi. Qadriyat ma'nosida, masalan, ateist bo'lsa, galuboy bo'lsa, unga farqi yo'q. Abrorga qarshi bo'lishligi tabiiy ularni. Lekin bular o'zlarini dindor deb, ziyoli deb e'lon qilib qo'ygan-ku jamiyatda. O'sha jamiyatning o'rnini topolmayotgani uchun shunga o'xshagan Herostratos effektidan foydalanib olamshumul bir narsani qilamiz, abrorga hujum qilamiz, butun bizni prankimiz ishlaydi, olam taniydi degan harakatlari noto'g'ri chiqib qoldi. Olam tanidi sizlarni. Dayuslar jamoati sifatida taniyapti.